Eyvallah. Merhamet. Umarım devremizde nöbetçilerimiz olmuş. Türkiye'de yavaş teşvik buyurmaktadır. Bu gibi hürmetler için önlerimizden tutup her sektör aldı. Onları bu boyutlar böyle tuttum olsak. Merhamet. Bezim başlandı. Gelin güllerimize bir karan, türde yanmayan, turuptılar, yaylaşıp cüde, toylar mübarek, neyledi şadan. Esselamu Aleyküm, toy devresinin aziz mimarları. Kolları mudam duada bulgan, kalbi mudam kudada bulgan, atahanları anakallar. Özlendi yakşı niyetleri bilen, özlendi yakşı istekleri bilen, bugün toyhanamızı doldurup oturgan, aka ülkeler, opa singiller, uzak yakından gelen yavru dostlar, biroderler. Bugün toy, mahalle köyde. Didarlaştık bugün şu günde. Hoş gelipsizler. Aziz mimarlar, sanatçılarımızdan koşukta köyde. Yazdı bugün sizge Desturhan, Kerim bu hakemleri köngülleri şadan. Farzantları bilen, durup hizmette, siz azizler bugün izzette. Hakikaten bugün elimizni, yurtumuzni, hürmetine, itibarına sazavor bo'lgan yana bir acayip xonadon. Açık ko'ngil, to'y sever xonadon, bolajon xonadon, qolaversa qarang shunday bir ajoyib kunine, farzandlarini baxtli nikoh oqshomina hammangizni chorlab, o'zini quvonchi bilan, o'zini shodligi bilan siz u biz birgalikda baham ko'rib turibdilar. Azizlar, to'y tomosha yaxshi kun mudomat dilimizda. Do'st yarimiz, qarindosh to'g'animiz, to'y berganda boramiz, o'zimizning niyatlarimizni aytamiz, qolaversa to'yani olib boramiz. Bugün hem Kerim boykamlarni, Rozgil opamlarni quvonçları cheksiz. Bugün Hasan boykamlar bilan Muyassar opamlarni quvonçları cheksiz. Ularni farzandlarini baxtli oqshomlari. To'ylaringiz muborak. Bugün mana shu Kerim boykamlarni, Rozgil opamlarni, Hasan boykamu, Muyassar opamlarni shu yaxshi kun bilan, shu to'y bilan muborakbod qilaman. Gözleringiz aydın, to'ylaringiz muborak. Xudoyim uzoqdan quvontirgay. Ikkala yoshdan lekin niyatlaringiz bo'lsa, Allah'ın o'zi yetkazsin. To'ylarınız mübarek, yoshlarimiz baxtli bo'lsin, qo'sha qarasın, xizmatları büyüsün. Kelasi yil Hasan boykan bilan Muyassar opam qarindoshlari bilan birgalashib, qo'sha deyishlanib kelib, muborakbod qilib o'tirsinlar. Azizlar, bugün qarang, shu yerda, shu yurtda ajoyib hurmatga, e'tibora
sazovor bo'lgan Karimboy akam do'st yori bilan, qarindosh to'g'ani bilan davrani gavjum qilib turibdi. Ruxsat bersangizlar, jamoat xo'jalik boshqaruvi nomidan, qolaversa shu el-elot nomidan, keksa otaxonlarimiz va onaxonlarimiz nomidan bugungi baxtli oqshomni to'y davrasini ochib berish uchun so'zni shu jamoat xo'jalikda ko'p yillar rahbarlik lavozimlarida ishlab kelgan, qolaversa shu jamoat xo'jalikni gullab yashnashida o'zini katta hissasi bor. Bugun ham elda katta hamisha el bilan, yurt bilan birgalikda bo'lib keladigan inson. Bayram akam G'ayibovdan iltimos qilaman, to'y davrasini ochiqlab e'lon qilsalar. Marhamat. Assalomu alaykum. Bugungi Noyiblar xonadonining aziz mehmonlari, aziz eldoshlar. Ana to'yga raislik qiluvchi ukamiz aytganlaridan bugun qishloqimizda, elimizda ajoyib bir tantanali kecha. Azizlar, bu xonadon sohiblari haqida, Noyiblar xonadoni ularning tarixi haqida ustozimiz Hajota juda ko'p oldingi to'ylarda yaxshi gaplarni gapirganlar. Men ham ular bilan ana shu yoshimni birga yashab keldim. Ular bilan tanish, bilish, juda ko'p narsalarni ulardan o'rganib hayotga qadam qo'yganman. Ana shu xonadonni eng kattasi Bayraton qishlog'imizdagi madrasa bitkazgan ulamo kishilardan bittasi. Qishloqni sovetlashtirish davrining faol ishtirokchisi hamda hisob xodimi bo'lib xizmat etgan. Ibrohim akam bilan birga ishlashdim. Urush vaqtlaridan boshlab to oxirgi 80-yillarga kelguncha ana shu qishloqni rivojlantirishda, uni gullab yashnashida, boy badavlat bo'lishida, xonadonlarimizni madaniy hayotini ta'minlashda juda katta xizmat qilgan ajoyib inson edi. Shu xonadon sohiblarini qaysini gapiradigan bo'lsak, jumladan Remboyni aytadigan bo'lsak, tumanimizning suv xo'jaligini rivojlantirishda, qishloqimizni gullab yashashida juda katta xizmat qilgan odam. Hammasi shunday. Kattadan kichkinasi elimizni o'ti bilan girib, tuli bilan chiqib gatirgan odamlar. To'y sohibi Karimboy qishloqimizdagi ana shu Makkarimov, Allovergan Makkarimov nomli maktabda o'qituvchilik qiladi. Alisher Navoiy so'zi bilan agar ta'riflaydigan bo'lsak, kimiki bitta harf o'rgatsa ranjila, qarzin ado etalmasdan 100 ganjila dedi. Shunday bir buyuk, ajoyib ulug' inson. Bugun azizlar, ana shu xonadonga gelin gelib tushdi. Gelin ham yuqorida reislik qiluvchi ukamiz aytganlaridan Kamoliddin aka farzandi Hasanboyning qizi Dilnozaxon. Xudoyim ajoyib ezgu niyatlar bilan shu xonadonga gelin bo'lib qadam bosib kelgan qizimiz o'zi bilan birga baxt, saodat, olam quvonch olib kelgan bo'lsin. Akmalxon bilan birga qo'sha qarib baxtli uvali juvali bo'lsinlar. Ularning yaxshi kunlarida el-elot birgalashib to'ylarında Tayyiplar xonadonining quvonchida sherik bo'lmoqni Xudoy taoloning o'zi nasib etsin. Azizlar, bugungi ana shunday misol oqshomida xizmat qilish uchun qishloqimizning ajoyib sozanda yigiti, xonandasi ana Muhammad Qur'on Qilichov boshliq bir dasta san'atkorlar bugun xizmatingizga tashrif buyurganlar. Ularning ishlarini ham muvaffaqiyat tilaymiz. Azizlar, men sizlarning ruxsatingiz bilan bugungi to'y tantanali kechasini ochiqlab e'lon qilaman va oldilarimizga tortilgan barcha noz-ne'matlardan tanovul qilib, ana shu xonadon sohiblarining quvonchiga sherik bo'lib, quvonib ana shu to'y tantanasini o'tkazishingizni sizlardan iltimos qilaman. Katta rahmat.
Katta rahmat sizga, ming rahmat. Sog' omon bo'lasiz ilohim. Aytgan niyatlaringiz, istaklaringizga farishtalar amin degay. Yoshlarimiz baxtli bo'lgay, o'shan qaragay. Xudoyim uzoqdan quvontirib, ularning baxtini ko'rish, ularning kamolini ko'rish. El yurt bilan birgalikda Karimboy akamu, Ro'zgir opamlara, Hasanboy akamu, Muyassar opamlara nasib qilgan bo'lgay. Ina bayram akam to'y davrasini ochiqlab e'lon qildilar. Azizlar, qarasangiz oldingizda shunday bir ajoyib nozik ne'matlar Xudo xolosiga tortiladi. Marhamat. Bemalol yeb ichib, san'atkor do'stlarimizni ajoyib qo'shiqlardan hordiq chiqarib o'tirasa deb umiddaman. Sozga sal mehringiz bo'lsa, Hajixon o'lgan demang. Xorazmlik bo'lsangiz kerak, Hajixon o'lgan demang. 6,5 xil maqomga posbon o'lgan demang. Ham suvoriylar ila gezgan. Jahon o'lgan demang. Ikki sohil bulbuli otash zabon o'lgan demang. Shunday ekan, xizmatingizda xalqimizning suyukli san'atkori shu yerda tug'ilib o'sgan. Bugungi kunda o'zining ajoyib kuy qo'shiqlari bilan, betakror ovozi bilan xalqimizni mehr muhabbatlarini qozonib keltirgan Matqurbon Qilichovni davraga chorlab, qadimiy suvora qo'shiqlardan o'zining ajoyib qo'shiqlarini davraga baxshida qilishlarini so'raymiz. To'yingiz muborak, muborak bo'lsin. Mudom uyingizga mehmon sig'masin. Tarixiy yashina mehrimni qo'shdim. Do'stlarimiz kulib, dushman bilmasinlar buni. Teşvik eylen sizge muştağa ince hemraz boyu bugün. Teşvik eylen sizge muştağa ince hemraz boyu bugün. Oğlanı güldesteyiz Görüşmesin bir bağlı Ömrüm eleşmedi Kuyhanı bir bağlı
Qancha beyaz to'yibuyim siz bilan ochga chiroy har qancha mumtoz to'yibuyim Zauji olmasa her kimde zayır sırnazıma Kime devlet şikunsa uçar her yana kanatsız kimin vakti karavulsa onun desti karaz olmaz.
Bastırır Cemşid dara yik. Ezel sani bulsa bir kaptın yağdır. O çabar ilgiçler her dilde nani kaldır. Ağlam ağlam behrime Gülşah minnet ardır. Yetti uzak merdi aklın aldına gülse aldır. Oldu da rahnamayım merdi sahip aldı. Kimi görsün tazim dökmeyim. Yancır bayramlarda eskiye ton diye bilmeyin. İzzet uğruna değilsin için bir muruvvet bulmayın. Yer kulağından kimse dostum canı alınmadı. Am kuda benden yine kim ki dil ağzı aldı.
demez. Durumumu el etmesin, ben mutluna adam yemez. Meşraba dergâhi hak için râyen evliydi yemez. Hakkı ala singen dur sakladan ibal. Hakkı ala singen dur sakladan ibal. Karayolları bundan gelen koylarımızda gezip yürüversin diye ümitte devremizni devam kıldırsak. Dostu yar hem demsiz içken abi yavganın ne gerek? Gelmese kardeşlerin üy cay korganın ne gerek? Yürmese doğru yolunda yastıktaşu hendemin gamzesi can alsa hem ül gül yüzlü canan ne gerek? Ata ana intikip niyet kılıp farzan küter terbiyesiz olsa kim ül kızı oğlan ne gerek? Tane girse hastalık vaktinde dava kılmasan bu azapa pendukem yüz darı derman ne gerek? Şündün günde yanında dostların bulmasa karındaşla doğaların bulmasa ündin toy ne gerek dediler.